Ya'ni 1929-yilga borib ateizlarning g'oyasi butunlay chiridi dedim. Birinchi bo'lib Aristotelga tegishli. Albatta ateist fikri, ya'ni dunyoni boshi ham yo'q, oxiri ham yo'q degan narsani keltirib chiqargan. Albatta bu Galiley buni o'g'irlaganligi to'g'risida ham bitta kitobda o'qigandim, ya'ni sharqshunoslardan, ya'ni sharq olimlaridan olib o'g'irlaganligi to'g'risida. Bu to'g'risida ham Nyutonning fikrini qisman xato ekanligini keyin Einstein kelib yo'q qiladi. Dunyoni boshi ham bo'lmagan degan fikrlar umuman ilmda inobatga olinmaydigan holatga kelib qolgan jo'zda. Xo'p, ovozlarga muvofiq birinchi darsimiz bilim tarixi bo'ldi. Bu mavzu qayoqdan chiqdi desanglar, o'sha Stephen Hawking haqida gap ketayotgan paytda o'shandan boshlandi. Ya'ni 1929-yilga borib ateizlarning g'oyasi butunlay chiridi dedim. O'shani tushuntirib bermoqchi edim. Bugun ana shu bilimga sayohat qilamiz. Ozgina o'zi tarixda qanday strukturada, ya'ni fikrlashgan, shu haqida ozgina to'xtalib, hozirgi kunimiz haqida to'xtalib o'tamiz, ya'ni ateizm to'g'risida. Xo'p, avvallari birinchi baribir faylasuf bilasizlar Aristotel, va Aristotel shunaqa fikrlaganki, dunyo abadiy degan. Ya'ni dunyoni oxiri yo'q va boshi ham yo'q. Ya'ni aylanveradi, ya'ni dunyo. Ya'ni qanaqa? Bir nuqtadan mana shunday aylanveradi. Mana shunday aylanma tarzda aylanveradi. Madaniyatlar, ya'ni inson madaniyati bir cho'qqiga chiqadi. Sekin-sekin insonlar rivojlanadi va cho'qqiga chiqadi. Cho'qqiga chiqqandan keyin yana qulaydi. Va qulab yana boshidan boshlaydi, yana cho'qqiga chiqadi, yana qulaydi, yana cho'qqiga chiqadi, yana qulaydi. Xuddi shunaqa aylanma tarzda dunyo xuddi shunaqa ishlaydi deydi. Ya'ni odamzodlar ham, insonlarning rivojlanishi ham xuddi shunday degan, va bu ideologiya birinchi bo'lib Aristotelga tegishli. Albatta ateizm fikri, ya'ni dunyoni boshi ham yo'q, oxiri ham yo'q degan narsani keltirib chiqaryapti. Va shu sababli ham dinsizroq edi. Dinsiz desa ham bo'ladi Aristotelni. Xo'p, uni mashhur qilgan narsa tabiiyki Aristotel ilk bora aytganki, oy tutilishini, nima sababdan oy tutilishligini aytgan. Ya'ni quyosh bilan oy yer oldi ro'para tushib qolganligi sababli ham oy tutiladi degan, va yer dumaloqligini ham Aristotel aytganki, qanday desangiz, o'sha oy tutilayotgan paytda oyning ustida yer soyasi aks etgan, ya'ni yer aks etgan, va o'sha yerda dumaloqligiga ko'rib, u dumaloqligini aytgan. Ya'ni Aristotel o'ziga yarasha dalili isboti bo'lgan, ya'ni dumaloq deyishi bilan birga. Va shu sababli ham dunyoda eng mashhur faylasuflardan hisoblanadi Aristotel. Aristotelning eng katta xatosi bor. Nimada xato qildi desanglar, uni fikrlashi bo'yicha dunyo markazi albatta yer. Qolgan barcha narsa, butun sayyoralar, quyosh, oy, barchasi aynan yer oldida aylanadi. Yer markazida barchasi yer atrofida aylanadi degan fikrni ilgari surgan Aristotel, toki mana shunday deb ishonishdi. Insonlar doim biz sayyorani sentridamiz, markazidamiz deb ishonib kelishdi. Insonlar butun hammasi toki 1515-yillarga qadar, ya'ni qaysi davr? Bu Kopernikga qadar. To'g'ri, bundan oldin sharq olimlari ham bor, lekin bilasizlar, Beruniy ham aytgan gapi bor edi menimcha. Undan oldin sharq olimlari ko'pchiligi aytgan, lekin o'sha baribir dunyo baribir aynan Kopernikni bitta sabab qilib ko'rsatib olgan. Bu ham baribir propagandani ham qisman gapirib beraman. 1515-yilda Kopernik chiqdi va Kopernik aytdiki, yo'q dedi. Yer atrofida aylanmaydi, balki quyosh atrofida butun barcha narsalar aylanadi dedi. Quyosh atrofida butun barcha narsalar aylanadi dedi. Va bu narsa qisman olganda xristianlikka nisbatan qarshi isyon edi. Nega Kopernikni o'ldirib yuborishdi desanglar, sababi Kopernik o'zi rohib edi, kelib chiqishi rohib edi, cherkovlarda ibodat qilardi, lekin qiziqishi jinniligi shu edi, o'sha osmonlarga juda ham ko'p qarardi, astronomiyaga juda ham qattiq qiziqardi va shu sababli ham mana shu fikrni ilgari surdi, ya'ni quyosh atrofida butun sayyora aylanadi degan fikrni. Va bu xristianlarga yoqmadi, chunki ularni e'tiqodda zid edi. Uning e'tiqodi bo'yicha yer markazida, inson zoti markazida, bu ular uchun kufr edi. Ya'ni dindan chiqish edi. Albatta ilm, zamonaviy ilm ularni e'tiqodiga xilof kelib qo'yapti degan ma'noda ham Kopernikni o'ldirishga hukm qilishdi. Ya'ni ilm bilan shug'ullanish bu bitta sabab, bu ikkinchi sabab bu narsa.
Ya'ni bu gapi o'z navbatida juda katta bir sabab bo'lgan. Va Kopernikdan 100 yil o'tib, bu yoqqa yozing. 100 yildan Galiley chiqdi va unda teleskop davri o'sha boshlangandi. Galiley teleskopda aynan Yupiter sayyorasini atrofida Oy aylanayotganini guvohi bo'ldi. Ya'ni atrofida Oy aylanayotgan edi va Yupiter atrofida Oy aylanayotganini ko'rib, bu o'sha ilmiy %100 dalil ediki, hamma narsa yer atrofida aylanmaydi degan narsaga. Kopernik kelganda ishonishmadi, Yevropa qabul qilmadi. Biz o'sha shunday qabul qilib bo'lganmiz. Lekin Galiley buni qattiq turib oldi va dalil isbot bilan keltirdi, ilmiy dalil bilan, teleskop bilan. Ya'ni Yupiter atrofida Oy aylanayotganini isbot qilib, demak hamma narsa yer oldida aylanmaydi degan narsani birinchi bo'lib, demak, isbotlab chiqdi Galiley. Albatta bu Galiley buni o'g'irlaganligi to'g'risida ham bitta kitobda o'qigan, ya'ni sharq olimlaridan olib o'g'irlaganligi to'g'risida. Bu to'g'risida ham keyinroq yana bir kitobda tahlil qilganni to'g'rilab o'tib ketaman. Kopernik o'g'irladimi yo'qmi bilmayman, lekin Galileyda bor edi, ya'ni u ba'zi fikrlarini sharq olimlaridan olganligi. Vaziyat shunaqa edi. Undan keyin Galileydan keyin demak tushunarli bo'ldi, Quyosh atrofida aylanadi. Endi yana bitta savol bor. Endi sayyoralar bor. Ular harakatsiz holatda turadi degan. Aristoteldan boshlab Toshotgacha harakatsiz holatda turadi deyilgan. Bular harakatsiz holatda turadigan bo'lsa yoki harakatlanuvchi deb turaylik, harakatsiz turadigan bo'lsa, Quyosh, Oy, Yer, sayyoralar hammasi turadigan bo'lsa, bular nega tushib ketmayapti? Yoki nimaga muallaq turibdi degan fikr, chonsizlar, shu ideologiya. Albatta buni yopib ketgan Nyutonni tortish qonuni bo'ldi. Ya'ni bir-birini nima qiladi? Qisman tortadi degan fikrni Nyuton ilgari surdi. Albatta Nyutonni boshiga olma tushdi degan fikr bu mutlaqo noto'g'ri, chunki bunday hayotda bo'lmagan, bu albatta to'qima. Aslida ko'p o'ylab turgan paytida bir meva tushib ketdi degan fikr bor. Ya'ni asosiy to'g'ri gap shu. Meva tushib ketgan, mevani ko'rgan tushganini va o'shandan ilhomlangan degan fikr mavjud. Lekin boshiga aynan olma tushgani conspiracy theory deydi-yu, shunaqa. Ya'ni fitna nazariyalarini aralashmasi bor bu yerda. Demak, xuddi shunaqa voqea bo'ldi. O'shandan keyin qisman sayyoralar bir-biri bilan turganligi asosiy sababi bir-biriga nega yaqin bo'lib birlashib ketmayapti degani, chunki bular bir-birida tortish qonuni borligi uchun bir muallaq holatda, teng holatda turibdi degan fikrni Nyuton ilgari surgan va Nyutonning fikrini qisman xato ekanligini keyin Einstein kelib yo'q qiladi. Qanday yo'q qilganini keyinroq aytib beraman. Nisbiylik qonuni bilan yo'q qiladi. Buni sal keyinroq to'xtaman. Undan oldin to'xtalishimiz kerak bo'lgan narsa Nyutondan keyin eng asosiy voqea yuz beradi. Aynan mavzuyimizda ham eng muhim nuqta shu. 1929-yilda bir voqea bo'ladi. Hubble ismli inson, ya'ni olim Hubble shuni ilgari suradiki, qarasa bir tadqiqot qiladiki, sayyoralar, mana bu sayyoralar deb turaylik. Bu sayyora, bu Yer, mana Yupiter deb tasavvur qiladigan bo'lsak, sayyoralar oldi bir-biridagi bo'lgan masofa, oraliq masofasi yil, ya'ni uzoqlashib borayotgan ekan. Tushunasizlar? Ya'ni sayyoralarning masofasi bir-biriga nisbatan bo'lgan masofasi borgan sari uzoqlashayotganini tadqiq qiladi Edwin Hubble. Ya'ni bu juda ham katta bir narsa edi. Nimaga bular bir-biridan sayyoralar uzoqlashyapti, qandoq qilib degan narsani Edwin Hubble shuni o'ylab topganga shuni aytganki, bularni bir-biridan uzoqlashishi, ya'ni qanchadir bir masofada, juda kichik masofada bir-biridan doimiy uzoqlashib boravergan. Yil sari uzoqlashib boravergan. Nimadan unday bo'lgan desanglar, va 1929 bo'lgan holatga ko'ra bizani koinotimiz, olamimiz o'zi kattalashib boraverar ekan, ya'ni kengayib ekan. Ya'ni olamimizning kengayishini biz 1929-yilda bilganmiz. Olamimiz kengayib borishi. Va natijada olamimiz kengayib borganligi tufayli ham sayyoralarimiz bir-biridan uzoqlashib boravergan va bu ilmiy isbotlangan. Ya'ni tushunmagan bo'lsangiz bitta misol qilib aytaman. Tasavvur qilinglar. Shar bor deylik. Sharni ozgina shirdik va o'sha sharni ustiga ikkita nuqta qo'yib qo'ydik.
sharga shirib, ozgina shirib, ikkita nuqta qo'yib qo'ydi ustiga ko'rinib turish uchun. Keyin o'sha sharni shirdik. Shirganimizdan keyin qarasak, bularning orasida masofa uzoqlashadimi? Tabiiyki uzoqlashadi. Bunaqa holatda turmaydi. Balki mana bunday holatda turadi. Ya'ni bir-biridan uzoq holatda turadi. Ya'ni shar kattalashgan sari nuqtalarning masofasi ham kattalashib boraveradi. Xuddi shunday olamimiz kattalashgan sari, ya'ni kengayavergani sari, xuddi shunday sayyoralar ham o'rtasidagi masofa kengayishib boraveradi. Va buni Edwin Hubble isbotladi 1929-yilda. Va mana shu voqeadan keyin ateistlarning g'oyasi parcha-parcha bo'lib ketdi, chunki bundan kelib chiqdiki, dunyoni demak oxiri bor ekan degan fikr chiqdi. Demak, boshi ham bo'lgan, demak oxiri ham bor ekan degan fikr chiqdi. Ya'ni oxiri shar puflaganiz sari portlaydi-yu, xuddi shunaqa bu kengayib borgani sari baribir qayerdadir bir to'xtashi kerak, tabiiyki, to'g'rimi? Demak, bu ham baribir oxiri bor degan fikr kelgan bundan keyin 1929-yildan keyin. Va bular, demak, sayyoralar, demak, oldin bir-biri bilan demak uzoqlashib boryaptimi? Demak, oldin bitta joyda bo'lgan. Oldin bitta nuqtada bo'lgan, bitta nuqtadan keyin sekin siljib paydo bo'lib, keyin sekin-sekin uzoqlashib boravergan degan fikr undan keyin yuzaga kelgan. Ya'ni Hubbledan keyin yuzaga kelgan. Bundan keyin o'zi ateistlik, ya'ni dunyoni oxiri yo'q, dunyoni boshi ham bo'lmagan degan fikrlar umuman ilmda inobatga olinmaydigan holatga kelib qolgan jozlar. O'zi birinchi bo'lib kim topdi? Aristotel fikrladi. Mana shunday fikr, ya'ni olam dumaloq aylanveradi degan narsani va 1929, ya'ni 80 yil oldin, ya'ni 100 yil oldin bu g'oya, Aristotelning g'oyasi mutlaqo ilmiy inkor qilindi. Einstein qonuniga to'xtaladigan bo'lsak, Newtonning qonunidan farq qiladi. Misol uchun, yer deylik va quyosh deylik. Quyosh va yer bir-biridan tortish qonuni tufayli mana shunday holatda turibdi, ya'ni masofa saqlab turibdi, bir-birini tortyapti deylik. Endi Einstein aytadi, tortish qonuni yo'q deydi, balki tortish yo'q, bu yoqdagi asosiy narsa bir xil joyda turishini sababi tushish deydi. Qanaqa? Tortish yo'q, tushish bor deydi. Nima degani bu? Tasavvur qiling. Divan bor deylik. Mana divan turibdi, tekis divan turibdi. Divanning bir chetiga ko'p-to'k qo'yib qo'ydi deylik. Va ko'p-to'k qo'yib qo'yganimizdan keyin o'sha divanning o'rtasini, misol uchun, nimadir tosh qo'ydi deylik, divanning o'rtasi shunday egildi. Egilgan paytida ana u ko'p-to'k avtomatik ravishda pastga tushib keladi, to'g'rimi? Bu tortish qonunidan tushib kelmayapti, o'zi tushib kelyapti deydi. Ya'ni Einstein xuddi shunday fikrlaydi. Xuddi shunday yerda bir tortish yo'q, balki u o'zini yo'liga tushib oladi. O'sha yo'lga tushib olganidan keyin o'sha oralig'ida yuradi. Qanaqadir bir-biridan tortganidan emas, ma'lum bir yerga yer tushib olganligi tufayli ham quyosh atrofida aylanadi deb fikrlaydi Einstein. Bu endi men qisman tushuntirish uchun mana shunday divan holatga keltirdim, lekin o'zi Einstein buni juda ham qiyin ilmiy tilda tushuntirgan. O'zim tushunib olish uchun men ham faqat mana shunday misollar bilan esimda qoladi. Demak, umumiy ilmiy munozara mana shu haqida edi, lekin asosiy aytmoqchi bo'lganim bu albatta dunyoyimizni oxiri borligini ilmiy isbotlanganligi, dunyoyimizni boshi ham bo'lganligi ilmiy isbotlanganligi, aynan 1929-yilda bo'lganligi to'g'risidagi video edi bu video. Ya'ni qisman bilim tarixi haqida siz bilan suhbatlashdik.